kir mashina kelgan remontga platada kasali, ya'ni budga 220 pitaniya kelyapti, lekin kir mashina o'zi yonmayapti. Platani ko'rish kerak. Birinchi o'rinda vizualni qarab chiqamiz. Hech qayerda mana krenka yorilmaganmi, sinmaganmi, treshina yo'qmi, portlagan narsalar yo'qmi, shuni hammasini tekshirib chiqamiz. Hozir bizning holatimiz hammasi butun turibdi. 220 kelyapti. Faqatgina mana shu yerda ko'lingan joyi bor transformator. Atak bizning ko'zimizga yaxshidek ko'rinyapti. Hech qayerda uzilmagan, tegmagan, просто mana sariq qobig'i kemirilgan. Lekin birinchi o'rindagi podvoпрос turgan narsa mana shu. Atak qolgan hamma narsa yaxshi turibdi. Endi buni og'darib orqasidan ko'ramiz. Orqasidan polniyni plastmassa bo'ladi. Hozir kesh jarayoni ketyapti. Mana bu yerda ustidan suluda qo'yilgan. Suluda qo'yish sababi germetichni suv o'tmasligi uchun birinchisi, ikkinchi anaqada ehtimolda. Asosiysi bu platani yaxshi ushlab turish. Ya'ni kir mashina vibratsiyada ishlaydi, bilasizlar, vibratsiyada har qanday kley ko'chib ketadi. Imенно mana shu silikon ko'chmaydi, yaxshi ushlaydi. O'shaning uchun mana shu silikonni ushlatadi. Yumshoq kley bo'lishi kerak. Qattiq kleylar hammasi ko'chib ketadi. Shuning uchun silikon yumshoq kley qo'yadi va buni namlikdan saqlaydi. Hozir endi bizda aytganimdek, plata har doim ikki chastga bo'linadi. Горячий и холодный. Высокий, низкий deyiladi. Высокий, низкий mana qora chiziq ko'ryapsizmi? Mana qora chiziqdan bo'linadi. Bu yog'i высокий, bu yog'i низкий. Hozir bizda yonmayaptimi? Demak, высокий chastda ochib ko'rishimiz kerak. Buni tagini ochish qanday bo'ladi? Payonlik oddiy nima deydi? Imенно mana shu plastmassani eritadigan jalani qo'yamiz. Har doim payat qilgan jalani qo'ysanglar, uni buzib qo'yadi. Keyin uni tozalash kerak, boshqa обработка ishlari ko'payib ketadi. Mana shunaqa kesib chiqamiz. Birinchi eritib olamiz. Keyin orqaga yurib, buni ochib chiqamiz. Mana bu tarafini ham boshladik kesishni. Shunaqa payonlikda yurib chiqamiz birinchi. To'rt burchakqa kesib oldik. Высокий tarafini, 220 kraniy tarafini. Endi buni ana yopishgan joylarini, mana kesmagan joylarini ochib chiqamiz. Yetib buni atyorka bilan ko'tarib ko'ramiz plastmassasini. Hozir qo'lda neudobniy bo'ladi, shuning uchun kamerani ochib, keyin ko'rsataman. Atak shu. Hamma joydan atyorka tiqib, ko'tarib chiqish kerak. Mana bir tarafni ko'tarib oldik, mana shunaqa ko'tarib ketaveramiz.